Bu Oltiariqda katta klinika arendaga beriladi. Uzoq muddatga xohlasangiz maktab qilasiz, xohlasangiz klinika qilasiz, xohlasangiz bog'cha qilasiz. Oltiariqda markazi mana bu jome masjidning oldida ekan, ko'rasizlar. Masjid bor. O'sha masjidning yonida katta yo'lda bo'yida. Bitta hozir ichlarga kirib ko'ramiz. Bu joyda uzoq muddatga arendaga berishar. Mana bu yerda kasal o'tiribdi. Hozir doktor yo'q lekin. Doktor keladi. Kelarmikin kutamiz. Doktor keyingacha o'tiraman deyapti. Sodiq kasallardan ekan. Xullas birinchi, ikkinchi etaj plus podval va общий 35 ta xonasi bor ekan. Klinika bo'lgan, ko'ryapsizlar. Qabulxonalari ham yo'q bor. Bu tomon mana podvalga tushib ketadi, mana bu tomon ikkinchi etajga chiqar ekan. Ikkinchi etajga chiqib ham misol ko'rsa bo'ladi holatini. Bitta ashirtamda ko'rsatib qo'ysizlar yaqinda ikkinchi etajni. Aha, ashirtam. Mana xonalar, короче, shuni ishlatib olsa bo'ladigan, maytdan podvalga tushadi. Podval ham xona, aka. Podval ham tayyor, podkulush. Mana ko'proq mana shu yerda ikkita xonani ko'rsatib qo'ysak, o'zlariga ma'lumot bo'ladi. Aha. Xonalarni birorta xonani ko'rsataylik, qaysi xonani ko'rsatamiz? Ha. Jumanazar aka, oching eshiklarni. Mana yerda ko'rib turaylik, orqa tomon bag'dan chiqiladimi? Ketdik vaqa orqaga. Necha sovuq ekan, lekin. Qishgachi? Mayitlar nima bular? Reanimatsiya xonami bat? Bog'cha bo'lganmi olimmat? Yo, detskiy vrachga ishlaganmi? Tayyor biznes ekan-da, hisobda. Ha? Orqani kaliti bor ekan, qo'yavering. Bismillah. Mana. Hozir mana bu joy kimniki? Yetan o'shani ikkinchi etaji, mana shu 35 ta xonani ichiga kiradi mana. Ha, bu tomon ham kiradimi? Yo'q. Bu tomonni pastlari arendaga berib. Ha, bu orqa tomondan foydalansa bo'ladi hozir. Mayitlar nima mana ular? Xo'jali ular. Bu, ha? Xo'jali. Bu xo'jali. Yo'q, bu ham bizniki, narigi duoldan xo'jali. Xullas, metdan foydalanadimi olgan odam bemalol mana shunaqa Oltiariqda markazidan so'raganlar jo'natib yuboramiz, ko'rasizlar. Maytda misol bir narsa qilsa ham bo'lar ekan-da, albatta. Zeleniy zona ham bor ekan. Tak sanatoriya qilsa ham bo'laveradi. Tayyor maytda nimalarni o'qilib, ba'zi havosi toza-ku. Bemalol tilon qilsalar ham, xudo xolasa, uzoq muddatga baraka qilib yuboramiz. Aha. Aytdim, maytab qilaman desa ham zo'r olma haqiqatda. Ha, gaz bor. Gaz bormi? Tem bo'li gazi ham bor ekan. Ataplenalar bor mana. Hamma yo'q, tayyor. Bu kelib ko'rsalaring, mana egalari bemalol nomeridan qoldiryapmiz, telefon qilaverasizlar.